Assalomu alaykum hurmatli kanal obunachilari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan do'stlar, barchalariga alangali salom. Do'stlar, mana bugun 2025-yili 7-aprel sanasi. Ko'rib turganlaringdek havomiz juda ham chiroyli bo'lib turibdi hozir. Plus 33 darajani ko'rsatyapti. Ya'ni bizniki shu Namangan viloyati Mingbuloq tumanida. Havo o'ta toza. E'tibor berayotganingizdek qushlarning ovozi ham eshitilayotgan bo'lsa kerak video davomida. Kommentariyada qoldirib o'tasizlar fikrlaringizni do'stlar. Slivalarimiz solgan. Slivalarimizni bir qator ko'rsatib o'tayim do'stlar sizlarga. Qaranglar do'stlar, marjon bo'lib solgan. Zishligiga o'ta gap yo'q. Yaqinroq ko'rsatishga qaror qildim do'stlar. Zishligini qaranglar. O'zlaring bir baho berib o'tasizlar do'stlarim. O'ta zishligi joyida. Demak, ularga ham rang kirib qoladi, xudo xolasa. Bular ya'ni pomidorlar. Pomidorlarimiz ham gullashga kelib qoldi. Mana ko'rib turganingizdek gullayapti mana pomidorlarimiz ham. Bugun nasib bo'lsa kechga suv berib qo'yamiz, bir sug'orib. Havo o'ta go'zal. Qushlarning sayrashi eshitilayotgan bo'lsa do'stlarim.